Hamma amerikalik tog'am, amerikalik xolam deb maqtanyotdi. Men butun tana a'zoyimni va basharamni shunday Izraelda yurgan samarqandliklarga qaratdim. Men o'ylasam bular samarqandlik oytinglar yoda kampir qarab $2000 oylik olasizlarmi desam, yo'q. Sizlar $2000 ga xo'jayin bo'lgani borar ekansizlar u kampirga-da. Men o'zim eshitdim, o'zim ko'rdim. $2000 ga xo'jayin bo'lib borasizlar ekansizlar kampirga. Shakat deb qo'qitib qo'yibsizlar juma o'tirdik. Bu bechora qulog'i eshitmas ekan u kampirni. "Nato beret" deydi orada yana. "Nima deysan?" deydi. Unaqa qilmanglar. Keyin uni akalar shekel ko'pligidanmi, dollar ko'pligidanmi, pulni ko'pligidanmi yangi yilga archa yasab o'tirgan ekansizlar boya qarasam. Seryozni archa yasab o'tir. Sizlarga bitta yangi yillik dollar narxi tushibdi. 330 mi, 350 bo'lib qopti. Dollar narxi tushib ketganiga dollardan archa yasayapsizlar. Dollardan archa yasayapsizlar sizlar. Sarsib olmanglar, bir gaplashaylik, bir o'tinglar men tomonga, bir kenglar bir gap bor sizga. Zo'r gap bor. O'tinglar.